Hürmetli vatandaşlarım, hem de ikinci haberimiz doğrusu toxtalışdan evvel, yani kısa haberler işte toxtalaydı. Bugün de 12. 19, bugün 20 19, şu vaxtlar tor beti ilan kılıngan mavzular. Nemeler bu mavzuların yani sizlerine tasavvuruna taşlayımız. Amerika armiyası Cenubu Jungo denizinde ademsiz, kurallardan paydalanıp azatlık armiyaga hücum kıldı. Vermiyet orbiti 12. ayının 19. günü. Xalq puli g'oyib bo'lamdi. Jungoning yoki Xitoy puli g'oyib bo'lamdi. Jungo mislsiz darajada qarzga bo'g'ilib ketdi. Mavzuli xabar 12 ayning 19 kuni Vanvet orbiti. Amerika Jungoning ziddiyati o'rlashga boshladi. Koreya titrashga boshladi. 12 ayning 19 kuni Vanvet orbiti. Amerika Jungo o'rtasida urush vahimasi Janubiy dengizga kengaydi. Karşılaşış başlandı. Aslında Kore Merkezi Gazeti Xitay til orbitida e'lon qilingan. 12 ayning 19 kuni Vanvet orbitiga ko'chirib besilgan. Amerika suv osti uskunasini qaytarib olgandan keyin Jungoga qattiq gap qildi. Mavzuli xabar 12 ayning 20 kuni Vanvet orbitida e'lon qilindi. Tayvan referendum qonuniga tuzitish kirgizish loyihasini ma'qulladi. 12 ayning 19 kuni Vanvet orbiti. Eng oxirgi xabar sizlar bizga jiddiy muomala qiladigan va biz jiddiy muomala qiladigan eng oxirgi xabar Tayvan referendum qonuniga tuzitish kirgizish qonun loyihasini ma'qulladi degan gap. Bu endi nima degan gap? Bir jumla so'zlar aytganda Tayvan chaqchaq qilish doirasidan olqib ketdi degan gap. Endi resmi xabar kelayli. Bu xabarga diqqat qilinglar. Bu xabarning avtori Chimpokong xabar emas, asli maqola. Bugun sizlarga buni 3 parcha leksiya qilib tanishtiramiz. Chimpokong bu demokrat deb ataladi. Xitoy demokratlari, men u Xitoyda demokrat yo'q deb qarayman, lekin bu odam Chimpokong tuzuk odam. Chunki Uyg'urlarga, Tibetlarga to'g'ri muomala qiladi, ularning mustaqillik talablarini e'tirof qiladigan bir odam. Shunga Chimpokongning yozgan maqolasi, bu maqolani bugun men sizlarga tanishtiraman. Diqqat. Chimpokong, Prezident Trump bir Jungo siyosatidan gumonlandi. Jungo sakrashga boshladi. Mavzuli xabar 12 ayning 14 kuni Jungoga nazar orbitida e'lon qilingan edi. Bugun shu maqolani men vatandoshlarimga tanishtiraman. Maqola bunday boshlandi. Men bir Jungo siyosatini butunlay tushunaman. Lekin agar biz Jungo bilan boshqa masalalar, jumladan savdo tijorat masalasidek boshqa masalalarda kelishim hosil qila olmasak, unda men nima uchun bir Jungo siyosati chirmilib qoladiganligimizni bilmayman. Bu esa Prezident Trumpning so'zlagan so'zi edi. Uni naql oldi Chimpokong. Prezident Trump deb boshlaydi Chimpokong. 12 ayning 2 kuni Tayvanning prezident Tsai Ing-wen bilan telefonda so'zlashgandan keyin 12 ayning 10 kuni Amerikaning yangi saylangan prezidenti Trump Amerika Jungo munosabat to'g'risida ifoda bildirganda, Amerikada 40 yildan beri davomlashgan bir Jungo siyosatiga bevosita xares e'lon qildi. Xalqaro jamiyatda zilzila paydo qildi. Prezident Trumpning bu bir necha jumla so'zi deydi Chimpokong apandi. Ikki xil ma'noga ega. Birinchi, agar Jungo savdo masalasida yo'l qo'ymaydigan bo'lsa, Amerika bir Jungo siyosatidan voz kechib Jungoga zarba berdi. Ikkinchi, agar Jungo savdo masalasi qatorliq masalalarda yo'l qo'yadigan bo'lsa, Amerika bir Jungo siyosatini davomlashtirishi mumkin deydi. Asli bu ko'z qarashlar Chimpokongning emas. Chimpokong bu yerda naql elyapti vatandoshim. Oxiriga diqqat qiling. Natijada bunday tushunish tashqari dunyoda xilma-xil tushuntirishlar orqali Prezident Trump Tayvanni dastak qilib ko'tarib, Beijingga bosim ishlatib, indak keltirmoqchi deyishdi deydigan ko'z qarashlarning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Gerçi shunday tushuntirilsa-mu, Amerikada umumyuzlik mavjud bo'lib turgan Kompartiyadan norozi bo'lish, Tayvanga istoshlik qilish kayfiyati bo'libmi Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasining ichki qismida izchil mavjud bo'lib turgan Amerika Tayvan Jungo munosabatini qayta
oylanish sadasi yaqinqi yillardan beri bundaq sadani texamo öriltib etdi. Kelgüsüde Amerika Jungo Tayvan münasebetinin özgürüşünü destekleyen bir söz bilen umumlaştırışka, addilaştırışka bolmaydı. Demek Çinpokong neticinin bir yerden çıkardı. Bir yerde gep soğudu yol koysa Tayvan'da yol koyman, Tayvan'da yol koysa soğudu. Bunlar mı emez deydi hazır Çinpokong. En ahırda sen bunu destekleyeceksin diyeyim bir yerde mesela desteklemez. O yon yaman çın yerden başlanıp atılıyor demekçi oldu. Prezident Trump vaziyet ütügen mezgilde Amerika zadı Amerika Tayvan Jungo münasebetleri bu için nemi iştahını kılıdı? Sual koydu Çinpokong efendi. Siyasi tallaşları tüvendi küçü buluşu mümkün. Birinci, bir Jungo siyaseti. O 7 yıllık tarihi devirlerdeki Amerika hükümetlerdeki şu bu içi saklap kalış. Lekin aynı çağdaki bir Jungo siyaseti Washington'un Beijing'e yol koyuşudan Amerika'nın Sovyetler İttifakı ile karşılaşış, Jungo ile birleşip karşılaşış ihtiyacından peyda bolgandı. Bir yerdimde 1980 yıllardaki 1972 yıllardaki tarihi devirlerdeki Amerika hükümetlerde şu bu içi saklap kalış. Bir Jungo siyasetini. Lekin aynı çağdaki bir Jungo siyaseti Washington'un Beijing'e yol koyuşudan Amerika'nın Sovyetler İttifakı ile karşılaşış, Jungo ile birleşip karşılaşış ihtiyacından peyda bolgan sebebi diye bir Jungo siyaseti dedi. Sabık Sovyetlerin yemirlişi, Şarkı Avrupa'nın azat buluşu, soğuk münasebetler uruşunun ahırlışı ergişip, Jungo'nun endi undaq stratejili kımmeti kalmadı dep devamlaştırdığı Çinpokong efendi. Ahırda yani nemi deydi o? Çinpokong efendi, kısıksı Amerika Qo'shma Shtatları bir Jungo siyasini o'zgartirgan real ve el ra'yi asoslarga ega bo'lib qoldi.